Maqsad arkadaşlar, bugünkü hikayemiz Çeçen Kız. Ötken zamanda bir taz bar ekan. U daim bir eski tamning ustiga chiqib olib, dutlar chelib, naqsha aytib o'tirar ekan. Bir kuni shu mahalladagi bir odam ichida bir ahanga g'ingshib tazning oldidan o'tib qopdi. Taz darhol tamdan tushib, u odamning yoqasiga esilib olib, "Sen mening naqshamning biliga tepib o'tding. Naqshamning bilini tepib bersan", deb uni avara qilg'il turibdi. "Hozir qo'rsqim bek echib ketdi. Orqamdan meni oyimga borgin. Ondan naqshaning bilini tepib beraman", debdi tazning jidilidan beshi qatgan heli qodim. Bu odamning bir chechan qizi bor ekan. U qiz dadasining xafa kelganini sezib, sababini so'rabdi. Dadasi qiziga ahvolni tushuntirib, "U taz orqamdan kelyotdi, qizim. Uningdan qanday qutulishning ilojini topolmay beshim qotdi", debdi. Qizi, "Xotirjam bo'ling dada, men uningga o'zim javob qilaman, ammo siz qaznaqa kirib turing", debdi. Uning g'icha taz kirib kelibdi. "Assalomu alaykum qizg'inam", debdi taz. "Va alaykum assalom tazg'inam", deb javob beribdi qiz. "Otang qani qizg'inam?" "Otam qaznaqda tazg'inam." "Qazdaqda nima ish qiladi qizg'inam?" "Chashqonning mingizini alg'ili kirib ketdi tazg'inam." "Chashqonning mingizi bo'lamdi qizg'inam?" "Naqshining bili bo'lamdi tazg'inam", deb javob beribdi chechan qiz. Taz gap topolmay qaytib chiqib ketibdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari.